Va buni aniq bilaman, bunaqa narxga sizga bunaqa stulni hech kim ko'rsatmagan. Videoni ko'rib tursangiz, men boshqa stul bilan solishtirib, farqlari va narxlarigacha ko'rsatib berishga harakat qilaman. Hop, bu stul 350 ming so'm turadi. Ixcham bo'lib yig'iladi. Olib yurish uchun o'zini maxsus chexollari bor. Xullas, narxiga ham, sifatiga ham o'rta stullardan hisoblanadi. Endi men boya aytgan stulimizga yetib keldik. Bu stulimizning spinkasi ligirovka bo'ladi. Buni yotqizib qo'yib, xohlasangiz yotsangiz bo'ladi, xohlasangiz o'zingizga moslab to'g'irlab olib o'tirsangiz ham bo'ladi. O'zini ham bunaqa maxsus joy bor. Bunaqa joy ikki yog'ida bo'ladi. 4 ta oyog'i 4 xil ligirovka qilib ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, mendan qiyshiq-qing'ir joylar to'g'ri kelib qolsa, men bu stulni 4 ta oyog'ini joyiga moslab ligirovka qilib, xohlagan joyingizga moslab o'tirsangiz bo'ladi. O'tirishga qulay, yumshoq, sifatli materiallardan ishlangan. Shuncha qulaylik va komfort uchun siz 800 ming ishlatishingizga to'g'ri keladi.